Assalomu alaykum. Onlayn reklama a'zolari, sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz bosh miyada uchraydigan o'simta kistalar haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Ko'proq yosh bolalarda uchraydi, o'rta yosh, katta yoshlarda kamdan kam holatda uchraydi. Bosh miyada o'simta bor, kista bor degan holatlar ko'plab uchraydi. Bosh miyaga shurib qo'yilgan, operatsiya qilinib, mani bolam 7 yoshda, 9, 11 yoshda, 3 yosh, 4 yoshda degan yo o'smir yoshdagi bolalarda murojaat qilishadi shunaqa bemorlarimiz va o'rta yoshlarda katta vzrostniy yoshlarda 21 yosh, 25 yosh, 30 yosh, 40 yoshda va 50 yoshlarda ham uchraydi. Katta yoshlarda, katta bemor insonlarda kamdan kam uchraydi. Bosh miyamda o'simta bor, kista bor deb. Bosh miyaga yosh bolalarda shurib qo'yilgan degan holatlar uchraydi va o'rta yoshlarda o'smir yoshdagi bemorlarimizda bosh miyada o'simta bor ekan, kista bor ekan, operatsiya qilib bo'lmaydi ekan, ko'z olmasiga yaqin joyda ekan, orqa miyaga chuqur o'rnashgan ekan degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Va bosh miyani 1 marta operatsiya qildirdim, 2 marta operatsiya qildirdim degan bemorlar uchraydi. Kamdan kam holatda 3 marta operatsiya qildirdim degan bemorlar uchraydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida bemalol kelib, lechini olib, bosh miyadagi kista bo'ladimi, o'simta bo'ladimi, joyida tomiri bilan quvurib yo'q bo'ladi deb tavsiya qilaman. Mana 31 yillik ish faoliyatimiz, qanchadan qancha bemorlarimiz hozirgi kunda sog'ayib, sog'lom inson xatarida ishlab, yaqinlarni bag'rida yuribdi. Allohning qudrati ila 31 yillik ish faoliyatimiz qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimiz tabiiy giyohlari, siroplarni iste'mol qilib boshlagandan keyin Allohning qudrati ila dard bergan egam darmonni ham o'zi berib qo'yibdi, bizni sababchi qilib qo'yibdi. Shu tabiiy giyohlar, siroplarni iste'mol qilib boshlagandan keyin 3 sutkadan keyin bosh miyada kista ham, o'simta ham sekin kichrayishni boshlaydi va diametriga qarab 1 kurs, 2 kurs deb belgilaymiz. Ko'proq 1 kursda tuzaladi bemorlarimiz. Ixlosiga bog'liq. Allohning qudrati ila Alloh taolam har bir narsaga qodir ekan buyuk zot o'zi ko'rmagan mo'jizalarimni ko'raman 31 yildan buyon. Agar biz 5-6 kurs degan taqdirda ham agar o'simta, bosh miyada o'simta kista bo'lib, ichki organlar ham metastaz bo'lib berib, umuman hech narsa qila olmaymiz, imkoniyatimiz yo'q deb doktordan qaytgan bemorlarimiz ham Allohning qudrati ila sog'ayib, sog'lom bo'lgan bemorlarimiz bor. Allohim har bir narsaga qodir ekan buyuk zot o'zi. Biz sababchimiz shunga. Bemalol kelib lechinalarimizni olib, tabiiy giyoh siroplarimizdan foydalanib, butunlay sog'ayishingiz mumkin deb tavsiya qilaman. Shunaqa bemorlar uchraydi. Men operatsiya qildim, meni ko'zim ko'rmay qoldi, qo'l oyoqim butunlay ishlamay qoldi, og'zim qiyshayib qoldi, quloqim eshitmaydigan bo'lib qoldi degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringiz mumkin. Iloji boricha bizni ota-bobolarimiz aytgan tig' tegizmasdan davolash kerak deb. Tig' tegizmasdan davolaydigan bo'lsak, Allohning qudrati ila bemor butunlay sog'lom bo'ladi. Ana shu aytib o'tgan asoratlar qolmaydi. Ko'z ko'rmay qolishi, quloq eshitmay qolishi, bir tomonlama qo'l oyoq umuman ishlamay qoladigan holatlar butunlay u holatlar takrorlanmaydi, bo'lmaydi. Iloji bo'lsa jarrohlik yo'lisiz, ximiya nursiz, tabiiy giyohlar, siroplar yordamida davolanishga harakat qilish kerak deb tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Kelgisi efirlargacha deb qolaman. Layklaringizni bosavering. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolaman.